Xo'p, mana hosillarni ham yig'ishtirib oldim. Endi boshqa ishlar bilan shug'ullansam ham bo'laveradi. To'xta-da. Bitta jetel mendan 1-2 kun oldin qarz olgandi. O'shani bugun beraman degandi, lekin hali ham bundan darak yo'q. Balki kechikib kelar, lekin bilmadim. Hozir borib yaxshisi o'zidan so'rab kerak. Chunki agar esdan chiqib ketadigan bo'lsa, keyin men uxlaymanmi qarzga? So'rash kerak. Voy jetel, qalaysan? Jo'qa, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qarzingni qachon berasan? Menda hozir pul yo'q, lekin xohlasangiz o'rniga boshqa narsa berishim mumkin. Nima berishim mumkin? Men sandiqdagi daraxtlar bersammi? Yo'q, bularni bermayman, shular olingni. Nima qilaman olib? Uyimni kattalashtirib bering, men sizga qarzimga qo'shib yana pul ham beraman. Mayli, lekin uying rostdan ham juda ham kichkina ekan. Mayli, ko'proq pul bo'lgani yaxshi, mayli kattalashtirib beraman. Lekin undan oldin men kattalashtirish uchun kerak bo'ladigan narsalarni yig'ishtirib kelishim kerak. Aynan nima narsalar kerak bo'lishini bilish uchun esa albatta birinchi asbob uskunalarim kerak menga. Uyimdan borib hamma nima edi, asbob uskunami, o'shanaqa narsalarni olib kelishim kerak, lashlushlarimni. Keyin esa ish boshlasam ham bo'laveradi. Bu yerda tapor, kirka, mana bu qilich menga nima kerak? Qilich bilan nima qilishim mumkin? Qilich bilan biron nimani titib bo'lmaydi. Masalan, misol nima edi u? Tushunmadim. Hozir uyimning yonida turgandi. Qanaqasiga? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Qanaqa jetel edi u? Ko'zimga ko'rindi shekilli. Jetel, qara, uyingni hozir senmiding? Shu bo'lsa kerak. Uyingni hozir kattalashtirishni boshlayman. Mayli, tezroq qilib bering. Xo'p, lekin charchaganmanmi bilmadim, ko'zimga g'alati jetel ko'rindi. Maniak jetel, ya'ni menimcha rostdan ham juda ham charchaganman. Agar charchamagan bo'lganimda bunaqa narsalar ko'zimga ko'rinmasdi yo ko'rinamidi? Yo'q, qayerdan ko'rinishi mumkin? Balki tush ko'rayotgandir. Mana o'zim chimchilab ko'raychi. Yo'q, tush ko'rmayapman, chunki chimchilaganimda og'riq his qildim. Mayli, nimadir bo'lgani aniq, nimadir rostakasam menimcha tushimda ham bunaqa narsa ko'rmasam kerak. Tushda ham bunaqa narsani ko'rish juda ham qiyin. Xo'p, mayli, hozir jetelni uyini kattalab qochibdir. Bu yerda turma, bu yerda qurilishlar ketyapti axir. Ko'rmayapsanmi? Xalaqit qilmayapman-ku. Xalaqit qilyapsan-da, kanishna. Hozir shaxtadan borib tosh olib kelishim kerak. Xo'p, qayerda shaxtani yaqinroq joyi bor edi? Mana shu tomondagi shaxtadan olib kela qolay. Yaxshi toshlar bo'lsa kerak, sifatli, chidamli degandek. Sifatli tosh bo'lmasa albatta uy qulab tushishi mumkin. Hozir pol qismiga ishlatyapman. Pol qayerdan buzilib tushishi mumkin, Qayerdan? Bu yerda birorta ham shaxta ko'rinmayapti, lekin mana shu yerdan shaxta o'zim qaziyman, yaxshisi, chunki shaxta izlayotgan bo'lsam, bilmadim necha kun izlayman shaxtani, lekin ancha vaqt izlaydiganga o'xshayapman. O'shaning uchun bir chekkasidan mana shu yerdagi toshlarni olib keta qolaman. Xo'p, tak, yana bir 10 ta 15 tacha olsam, menimcha yetib qoladi. O'zi 15 ta bo'libdi. Mayli, hozir 20 ta yoki 25 ta qilib olib ketaman. Balki undan ham ko'p yoki undan ham kam. Hozir yana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta va 6 ta. 25 ta bo'ldi menimcha. Yetadi, yetsa kerak. Endi tepaga chiqish kerak, tepaga. Xo'p, toshni baribir ishlatar ekanman. Xo'p, mana yaxshi. 23 ta tosh qoldi. Menimcha normal. Yetsa yetmasa farqi yo'q. Borichasini yetayin. Agar yetmay qoladigan bo'lsa, yana bir marta kelib olib ketaman. Qishloq qayoqda edi? Bu tomonda ekan qishloq. Mana qishloqni topib keldim. Endi hozir davom ettirishim kerak ishimni, ya'ni boshlagan ishimni. Qayerda ishlayotgandim? Ana jetelni uyi qani edi? Bu tomondamidi? Yo bu tomon? Mana bu yerda edi aytgancha. Yo, adashib qoldim. O'zimizni qishloqda o'zim adashib qolyapman. Mana topdim. Yaxshi. Men bu yerni tosh qilib chiqayotgandim. Qoch, yo'limni to'smagin. Lekin mana bu yer yo'lga chiqib ketar ekan. Bir tomondan yomonga o'xshayapti. Mayli, hozir nimadir qilib boramiz. Xo'p, bu yerga bitta toshni to'xta. Hozir nimani o'ylagandim? Mana bu yerga tosh qo'yishni o'ylagandim. Xo'p, endi bu yerga ham qo'yamiz, xuddi o'shana qilib bitta, 2 ta va 3 ta yaxshi. Endi bu tomondan mana bu okey, mana bu yerdan bitta, 2 ta, 3 ta. Xo'sh, 3 ta bilan teng bo'ladimi? 4 ta qilib o'raylik, mayli. Xo'p, bu tomonga ham xuddi o'shancha qo'yib chiqamiz. Bir xil tekislikda bo'lish kerak va chotka.
Hop, nima qoldi? Mana bu yerni ham tosh qilishim kerakmi shunda? Bu yerni ham qilishim kerak ekan tosh. Yaxshi, bu yerni ham xuddi obbo, nahotki tosh yetmadi. Mayli, yana shaxtaga boraman shekilli. Undan oldin mana bu tomonni to'liq buzib tashlash kerak. Chunki kattartirgandan keyin, kattalashgandan keyin atrofini kattalashtirib, xullas devorlarni olib tashlashim kerak. Devorlar olib tashalgandan so'ng esa keyin qo'shimcha devorga o'tishni navbati keladi. Hoy, jetel yaramas, qoch, bu yerda turma. Asabini buzyapsan chunki sen. Okey. Mana yangi toshlarni olib keldim shaxtadan. Obbo, okey. Xo'p, bu tomonni ochib chiqish kerak, chunki taxtadan qilib edim. Yer birinchi qavat taxtadan bo'lishi kerak, yer qavati. Keyingi qavatni ham yog'ochdan qilishim kerak. Deraza bo'ladi o'rtada. O'shani hisobidan mana bu toshni ham keragi yo'q ekan. Noto'g'ri qo'ygan ekanman o'zi birinchi marta qo'ygan vaqtim. Mana bu yerdan bo'lishi kerak ekan o'zi tosh. Men vapsheta hamma yo'qni buzib tashlaganman, nima qilib tashlaganman bilmadim. G'alati uyqusirab qurayapman-da o'yini ham. Uyqusiraganimdan ertalab maniakni ham ko'rgandim. Qanaqa maniakligini lekin bilmadim. Qayerdan kelib qolganini esa vapsheta menga qorong'u. Mana bu yerni ham rasvosini chiqargan ekan mana. Qaranglar. Obbo, rostdan ham uyqusirayapman ekan. Aniq uyqusirayapman. Uyqusiramagandim, bunaqa qurib o'tirmasdim, to'g'rimi? Yo, noto'g'ri gapiryapman. Kommentariy yozinglar chiqani. Uyqusirab nimadir ish qilib ko'rganmisizlar umringlarda biror marta bo'lsa ham. Men deyarli hamma ishimda uyqusirab qolaman, chunki kechasi ko'p uxlamayman, sizlarga video olish bilan band bo'laman. Kechasi, kunduz kuni esa uy ishlari degandek, boshqa ishlar degandek, xullas ishlar ko'p degandek. Okey. Qoch o'ldirib qo'yaman, keyin borib galamingni aytib kelsam, undan kattasini aytib kelsam qutqara olmaydi keyin. Okey. Yaxshi bo'ldi. Ana endi bu tomonni ham sozlab chiqish kerak. Bizda daraxtlar juda ham ko'p. Daraxtdan muammo yo'q. Okey, normal. Chunki menga ana jetel 3 stak daraxt bergan. Ya'ni mana oldimda turgan jetel meni aytayapti. Xuddi sen aytayapman. Xo'p, bu tomonni ham qo'yib chiqaman. Tak. Stop. Qanaqasiga bittasi baland, bittasi past bo'lib qolishi mumkin. Mana buni noto'g'ri qo'yganman shekilli. Yo, bu tomonni noto'g'ri qo'ydimmi ekan? Mayli, hozir buni to'g'risiga qo'yib chiqay avval. Bitta polosni buzib qo'ydim, mayli. Egasiga ayt sozlab olsin o'zi. Xo'p, okey, normal. O'rtasini biroz kichraytiramiz, ya'ni ikki tomondan kichraytirsak, o'rtasi ham kichrayib qoladi. Endi ikkinchi qavatga biroz ishlov bersam, keyin boshqa joylarga ham o'tsam bo'laveradi. Menda daraxt bor, mana bunaqa daraxt. Xo'p, bu daraxtlarni shunaqasiga, shunaqa qilib qo'yib chiqaman hamma yog'iga. Bu toshni olib tashlaymiz va mana bu yerdagi taxtalar ham bizga ortiqcha problema bo'ladi. Xo'p, daraxtni qanaqasiga mana o'rtalariga qo'yib chiqsam bo'ladi. O'rtasiga qo'yish biroz problemaliroq narsa. Qiyinroq narsa-da. Mana bu yerni qaranglar, qanaqasiga qo'yib chiqsam bo'ladi. Tagidan avval bitta blok qo'yib chiqish kerak, tagidan hammasini, tagidan bittadan blok qo'yib chiqish kerak. Keyin blokni tagiga kirib turib sindirib tashlayman va olam guliston yoki guliston olam bo'ladimi? Bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Ya'ni eski usulda birinchi taxta qo'yib chiqamiz bir qator, keyin taxta ustidan daraxtlarni qo'yib chiqaman. Ya'ni miz deb gapiryapman. Sizlar qilmaysizlar-ku, men qilaman-ku hammasini, to'g'rimi? Agar sizlardan yordam so'rasam yordam berarmidinglar? G'alati bo'lib qoldi bir tomondan. Xunuk menimcha. 10 balgacha baholab ketishinglarni so'rab qolaman, lekin rostakasim juda ham g'alati uy bo'lib qoldi. Umrimda bunaqa g'alati uy qurmagandim, lekin mana bu uyni katta varianti bo'ldi-yu, lekin katta varianti bo'lsa ham g'alati variant bo'lib qoldi. Hozir uyni ichidan uzoqdan ham g'alati ko'rinyapti. Nima qilsam bo'ladi bu uyni? Bilmadim, hozir oldiga qanaqadir zina qo'yamanmi, nimadir qilaman. Daraxt debman, qanaqa daraxt? Oynalarni hozir birinchi yarimtalik oynaga aylantirib chiqishim kerak. Ya'ni menga blokli oyna bergan, shishalardan derazalar. Buni bitta blokdan iborat qilib chiqish kerak. Bo'ldi, kravatini qo'yamiz endi. Kravatini qayerga qo'ysam bo'ladi kravatni? Mana shu yerga qoldiraman. Sandig'ini esa mana bu yerga. Sen esa mana shu yerda qamalib o'tir, basharangga yo'q. Birovning uyiga senga balo bormi kirib olib?
uzoqroqda borib o'ynab yursang bo'lmasmikan vatda nima deyapman. Yo, menga aniq nimadir bo'lyapti, qaranglar, tilimni ham sepib chiqib ketib qolyapti. Uyqusirayapman, ko'zimga nimalar ko'rinyapti. Mayli, menimcha ish tugadi. Yo, tugabdi shekilli. Okey, normal hammasi. Ana endi hozir mana shu ortiqcha bloklarni o'rniga tosh blok qo'ysammikan? Tosh blok qo'ysam chiroyli ko'rinadimi yoki g'ish blok qo'ysam chiroyli ko'rinadimi? Albatta daraxt blok qo'ysam chiroyli ko'rinadi, chunki hamma yoq bir xil bo'lib turadi, takoy turadi. Okey, bu tomonni ham va narigi tomonni ham, ya'ni 4 ta tomonni ham daraxt bilan qoplab chiqamiz. 4 tomoning qibla deydik, 4 tomoni daraxt bo'ladi bu uyni. Okey, mana bu zina qilib chiqqan bloklarimni esa hozir bu yerdan yo'q qilib yuboraman. Menimcha endi juda ham chiroyli bo'ldi. Endi bemalol kommentariyaga 10 baldan 10 bal qo'ysalaring ham bo'laveradi. Xo'p, uyni ichi ham juda ham chiroyli, lekin men bu yerdan bitta deraza ochishimizga to'g'ri kelar ekan. Biroz qorong'ilashib qolar ekan. Uyni ichi mana bu tomondan ham xuddi shunday keng joy bor. Keng joy bo'lgani uchun ham qalay chiqdi Jitel? Zo'r chiqyapti. Bu sen uying emas-ku, nima? Sen baholashing kerak. Yo'q. Tushunmayapman. Nimaga menga bu nima bo'lyapti? Gapirayotgan gapimning yarmi xato ketyapti. Menimcha qaridim-ku. Hoy bratan, qalaysiz? Jo'qa ishlayapsizmi? Rahmat. Mana bu oynani sotib olasizmi? Yo'q, sotib olmayman. Mayli, o'zingiz bilasiz, sotib olmasangiz. Lekin yaxshi oyna edi, sinmaydigan, tosh bilan ursa sinib ketadi-yu, atak o'zi sinmaydi. Xo'p. Bo'ldi. Hozir mana bu qochib tur. O'ldirib qo'ydim, ruhini olib qo'yay, mayli. Mana bu yerga solib qo'yaman. Menga baribir kerak emas-ku, to'g'rimi bu narsalar? Mana bu kartoshkalar kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozircha kerak emas. Qachonlardir kerak bo'lsa, balki kerak bo'lib ketarman agar ana o jitel yeb qo'ymasa kartoshkani. Men esa hozir o'sha jitelni topib turib gaplashib olishim kerak. Rahmat aytadimi, yo'qmi menga bilmadim. Stop, mana bu yerdagi ortiqcha bloklarni olmabman-ku, mayli. Hozir nimadir qilaman, balki kelib olib ketarman yoki olib ketmasdan kelarman yoki nimadir qilarman, xullas. What the? Sen kimsan? Nima bo'ldi? Pichoq urib ketdim menga. Kim bor? Yordam beringlar, iltimos. Yordam iltimos, yordam beringlar. Kimdir bormi? Kimdir yordam bersin axir. Kimdir yordam bersin menga.